Assalomu alaykum. Men mana shu soliq departamentini chiqargan qonuni yoki chiqarmoqchi bo'lgan qonuni bo'yicha juda ham ko'p san'atkorlar fikr bildirishyapti. Soliq borasida. Soliq sochishdan biz san'atkorlar, soliq to'lashdan biz san'atkorlar qochmaymiz. Hech qachon. Lekin san'atkorlarni topish manbai faqat to'y. Ular rasxod qiladi, pulga xarajat qiladi, falon $1000 klip oladi, shular qiladi. Qat'iy nazar bu to'g'risida ko'p gapirildi, lekin xalqda to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. Hech foydaga chiqa olmaydi bechoralar. Na albom, na boshqa, chunki boshqa topish manbai yo'q, faqat to'ydan pul topish manbai. Shuning uchun men o'ylaymanki, soliq qo'yayotgan paytda har tomonlama o'ylab, hisob-kitobini qilib turib qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q, chunki mana shu soliqdan pensionerlarning pensiyasi, aytaylik, chegara hududlarda armiyada xizmat qilayotgan insonlarni oziq-ovqati, yeb-ichish, kiyim-kechaklari va hokazolarida tayyorlanadi, qilinadi albatta shu soliqdan hammasi. Nimadan yana? Shu soliqdan albatta hammasi. Lekin bunaqa soliqni baribir qo'yayotgan paytda hisobga olish kerak. Bu har tomonlama bechora san'atkorlarni rostdan ham aytilyapti. Mana masalan, haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalarda ko'p kredit, qarz, juda qarzlari ko'pchilikni. Shuning uchun men iltimos qilardim, xohlardim shaxsan o'zim individual fikrimni bildirmoqchiman shu tomonlama san'atkorlarga ozgina yengillik qilib bersa, har holda yaxshi ijod mahsullari bo'lar edi. Chunki san'at har holda ideologiya uchun xizmat qiladigan eng kuchli qurol. San'atkorlar insonlarni tarbiya qiladi, qo'shig'i bilan, o'ynayotgan rollari, kinolari bilan tarbiya qiladi. Endi ularni o'zi faqat qarzini to'lash yoki nima desa bo'ladi, fikri xayoli faqat tirikchilik qilish bo'ladigan bo'lsa, ijod bo'lmaydi, turgan gap. Aniq ijod qila olmaydi bunaqa paytda. Shuning uchun imkon qadar san'atkorlarni ham har tomonlama o'ylaylar bu taraflarini ham. Rahmat. Juda bir kulgili holatlar bo'lyapti shu kunlarda. Xabaringiz bor, bitta qistir-qisirini o'ziga bitta o'qituvchini yoki 7 yil o'qiyotgan doktorni 1 oylik oyligini ishlab qo'yayotgan san'atkorlar har bir to'yindan bitta ma'lum bir summada aytyapti 1.200.000 atrofidagi daromad solig'i to'lagin degan qaror loyihasiga nisbatan ommaviy noroziliklar bildirishni boshlab yubordi. Bu birgina san'atkor emas, bir nechta san'atkorlar o'sha postni tagiga ham eng mashhur degan san'atkorlarimiz ham to'ppa-to'g'ri aytyapsiz deb yig'layotibdi. Juda ta'sirdaman, rahmim kelyapti ularni fikrlash doirasiga. Endi ularni iddaosiga quloq tutadigan bo'lsak, aytyapti juda kulgili, bundan ham battar kulgili. Xullas, eng qimmat mashinalarni biz kreditga olganmiz. Uylarimiz kredit. Ha, mashina kreditga pulingiz yetmayotgan bo'lsa, asal arzonroq mashina olsangiz bo'laveradi, hech kim urush bormaydi-ku. Yoki bo'lmasam pulimiz yetmasdan taksichilik qilyapmiz deyapti. Meni juda ko'p o'qituvchi tanishlarim bor. Darsdan keyin, maktabdan keyin o'sha oilasini tebratish uchun taksichilik qiladi-da. Bu san'atkorlar uchun juda shokday bo'lishi mumkin, lekin o'qituvchilar uchun juda oddiy hol, deylik, doktorlar uchun ham. Yana bir gapki, san'atkorlar propaganda ishlarini amalga oshiramiz, davlat siyosatini belgilashda xalqni propaganda qilamiz deganday gap qilishibdi, tarbiyalaymiz deb iddao qilishyapti. Lekin hozirgi san'atni men insonlarni tarbiyalashiga ishonmayman. Aksincha tarbiyasini buzishga ko'plab xizmat qilayotgan san'at mahsullarini ko'rib turibmiz. Va yana bir maslahatim borki, juda haligi chiqishlarda san'atkorlik juda og'ir ekanligini tushuntirishyapti. Agar juda og'ir bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizda guldek hunaringiz bor, diplomingiz bor, kelib musiqa fanidan dars berishingiz mumkin. 3-4 million oylik olasiz. Mana sizga yaxshi maslahat. Va yana bir davlatdan so'rayotgan narsamki, nima uchun aynan 1.200.000 so'm 3 BHM xolos? Bu men so'rab qolar edimki, farroshlar ham 12% daromad solig'i to'laydi. Demak, hamma bir xil bo'lishi kerak. San'atkorlar ham 12% daromad solig'i to'lashi shart. Aynan mana shunday noroziligi uchun ham qaytadan o'sha qaror loyihasini o'zgartirib 12% qilib qo'yish kerak. Xullas, o'zlaringizni sharmanda qilishni to'xtatishlaringizni so'rab qolaman. Xo'sh, sizlarning fikrlaringiz qanday ushbu chiqishlar bo'yicha? Fikrlaringizni kommentlarda kutib qolaman. Rahmat.